Bugun qaysi kiyimni tanlaysiz? Chiroylisinimi yoki qulayinimi? Ayollar uchun bu tanlov ishga ketayotganda, bolani bog'chaga olib borayotganda juda muhim ahamiyatga ega. Kundalik hayotda qulaylik birinchi o'rinda turadi. Dam olayotganda, bolaga g'amxo'rlik qilayotganda yoki uy ishlarini qilayotganda qulaylik muhimdir. Shu bilan birga chiroy ham birinchi o'rinda turadi. Chiroyli kiyim insonga kayfiyat bag'ishlaydi. Parda tanlash ham xuddi shunga o'xshaydi. Misol uchun, yotoqxonaga yumshoq, tabiiy, rangli parda sokin va dam beruvchi muhit yaratadi. Mehmonxona uchun esa dekorativ, chiroyli pardalar mehmonlarda yaxshi taassurot qoldiradi. Oshxonaga esa qisqaroq, yengil va tez yuvish hamda yorug'likni boshqarish oson bo'lgani yaxshi. Bolalar xonasiga bo'lsa, rangli, qiziqarli, naqshli pardalar quvnoqlik va energiya beradi. Shu tarzda parda tanlash qulaylik va chiroyni uyg'unlashtiradi. Bu esa uy bekasiga nafaqat qoniqish, balki ishonch hissini uyg'otadi. Siz ham uyingizni chiroyli va qulay qilishni istasangiz, pardalar haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, bizning sahifamizga obuna bo'ling.